Shimpanze paradoksi. Sen hech shunday holatga tushib qolganmisan? Qanday harakat qilish kerakligini tushunasan, lekin muhim lahzalarda hissiyotlar to'lqini seni egallaydi va natijada butunlay noo'rin ishlarni qilib qo'yasan. Tabriklayman. Sening boshingda shimpanze yashaydi. To'g'ri ma'noda emas, aks holda tez nevrologga borish kerak, balki metaforik ma'noda. Professor Steve Peters bizning hissiy miyamizning aynan shunday nomlaydi. U instinktlar, qo'rquv, tajovuz va boshqa portlovchi reaksiyalar uchun javobgardir. Senda ikkita mavjudot yashaydi. Shimpanze nafs. Bu hissiyotlarga beriluvchi, impulsiv hayvoncha bo'lib, u dunyoda tez va ko'pincha noo'rin reaksiyalar qiladi. U baqiradi, jahl qiladi, vahimaga tushadi, xafa bo'ladi va hamma narsani shu zahoti xohlaydi, hech ham to'ymaydi. Inson, ruh va aql. Bu mantiqiy va oqilona qism bo'lib, rejalashtirish, tahlil qilish va to'g'ri xulosa chiqarish qobiliyatiga ega. Bir gap bilan aytganda, dunyodagi eng yaxshi mavjudotlardan. Kimdir bilan bahslashib qolding va jahling chiqib, so'zlarni ham adashtirib, har xil kerakmas gaplarni aytding. Bu sendagi shimpanze. Bahs tugagach, ketayotib ichingda shu bahs dialogini qayta aylantirib, yangi aqlli so'zlar xayolingga keladi. Nega shunday demadim? Bu inson. Avvalambor, ichingda shimpanze yashashini tan ol. Agar ba'zan sababsiz jahling chiqsa, bu sen aqldan ozgan odamsan degani emas. Bu shunchaki sening biologiyang. Shimpanze qachon rulni qo'lga olishini anglashni o'rgan. Agar hissiyotlar seni egallab olsa va sen atrofingdagilarga qattiq gapirmoqchi bo'lsang, to'xta. Bu sen emas, balki sening yungli do'sting. Qizil ranggacha qizigan temir bir ozdan keyin sovib boradi. Xuddi shunday sening jahlingga ham vaqt ber, chunki g'azab seni hayotingni buzib boradi. Shimpanzening gapirishiga ruxsat ber, lekin odamlarga emas, balki kundalikka yoz. O'zingga xafa bo'lish, jahl qilishga ruxsat ber, lekin keyin o'zingdan so'ra. Inson bu holatda nima qilgan bo'lar edi? Agar sen butun dunyo mantiqiy va adolatli bo'lishini istasang, ichingdagi shimpanze doim g'azablanadi. Haqiqat shuki, dunyo tartibsiz va oldindan aytib bo'lmaydigan hodisalarga to'la. Shimpanze esa odat va qulayliklarni yaxshi ko'radi. Agar yangi odat shakllantirmoqchi bo'lsang, uni avvaliga iloji boricha yoqimli va oson qil. Sen ichki shimpanzeni yo'q qila olmaysan, lekin uni boshqarishni o'rganishing mumkin. Hissiyotlaring bilan kurashish yoki o'zingni zaiflik uchun ayblash o'rniga ichki hayvoning bilan kelishishni o'rgan. Shunda u hayotingni vayron qilishni bas qiladi va aksincha, sening foydangga ishlay boshlaydi. Sen his-tuyg'ularning ustidan nazorat o'rnatsang, ichingdagi shimpanze seni emas, sen uni boshqaradigan bo'lasan. Shu orqali hayotdagi muhim qarorlarni inson, ya'ni sen qabul qilasan. Kitobni o'qish kerakmi? Endi ehtiyoji yo'q. Sen allaqachon hamma narsani tushunib olding. Endi esa jahling chiqqanda ushbu rasmni esla. Shimpanze bo'lma, axir sen juda ham ajoyib insonsan.